hozir ko'chada yurib ketayotganimda bitta uyga e'tiborim tushib qoldi-da. Rosa tanish ko'rindi. O'yladim, qaysi uy deyman, qaysi serialdan deyman. Hozir ko'rsataman-da sizlarga ham. Hadi biz gidelim artık. Oğlum, muskana dikkat et. Ya tamam anacığım. Senin gönlün olsun. Bu Kara Sevda serialidagi Kemal Soyderining uyi. Mana shu ko'chalarda yugurib katta o'ynab katta bo'lgan. Mana bu yerdagi ko'chada esa tepada haylashayotganda. Keyin serialni boshqa bitta lokatsiyalarga borib ko'raymi degan narsa keldi-da xayolga. Keyin birinchi bo'lib Ko'zjo'li Holding. Internetdan qarayapman, Ko'zjo'li Holding degan ofisi o'zi yo'q ekan. Bu bitta universitetning ichida syomka qilingan ekan. Vau. Bu vau deyishim universitetning ichida syomka qilinganiga emas, bu universitetning sharoitiga. Mazami sizlarga mazami. Voy, mazami. Mazami nizami.